Erga tegmagan qizlarga bitta maslahat beraman. Вообще отношениyaga qiziqmaydi. Umuman kerak emas narsa. Ortiqcha vaqtingiz ketadi, ortiqcha asabiylik ketadi. Sizlarniki bo'lgan inson, sizlar ishlab yotgan bo'lsanglar ham, uxlayotgan bo'lsanglar ham sizlarni olib chiqib o'ziniki qiladi. Ya'ni отношениyaga qiziqib, menga o'xshab oila qilishni xohlab turib, energiyalar не то joyga ketib qolmasin. Lutchi o'sha energiyani o'zingizga sarflaylar. O'zingizlar rivojlanishingizga kitob ko'proq o'qinglar, raqsga boringlar, tikishni o'rganinglar. Men tikishga borganman. O'zim borgan narsalarni sanab beryapman. O'zingizga qancha investitsiya qilsanglar, shunchalar hayotingizda qiziq ham bo'ladi. Bilasizlar, что bu dunyoda отношениyadan boshqa, sevgi, muhabbatdan boshqa narsalar ham bor. Ya'ni to'g'ri ayol kishi misol uchun oila qilishi kerak, lekin men o'ylayman ayol kishi ozgina qiz bola faqat oila emas, umuman dunyo ko'rishi, bilimlar olishi, nimadir yengilliklar qilishi, kreativniy bo'lishi ham kerak.